Tordaşlar yaxşımısızlar, biz bugün Lop nahiye buyiyesining Qanchayeriq kentiga joylashgan Antalya çay taomlari aramgohiga yetib keldik. Bu aramgohning ko'lami 500 kvadrat metr keladi. Milliy uslubda bezalgan ayrimxonalarning bezilishi ko'rkam, muhiti ozodi bo'lib, kishiga rohat tuyg'u ato qiladi. Bu aramgoh Qanchayeriq kentidagi sirtqa chiqib ishlash imkoniyati yo'q nomrod oilalardan 8 odamni ish o'rni bilan ta'minlab, ularni ishga oldidala ishga o'rinlashish fursatiga ega qilgan. Sayohat mezgilida ularning oylik ish haqi 1800 yuandan 3000 yuangacha bo'lgan. Antalya çay taomlari aramgohi aram kunlaringizdagi yaxshi tanlashingiz bo'la oladi. Akşam işkesin çayım, andı çıktı humarım. Tutarıma tutarım, kuşlarıma kuşlarım. Akşam işkesin çayım, andı çıktı humarım. Lan boşu can hay şey, her şey yolar. 浪暴是像